Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugün başqalarning niyatlarini o'qishning to'g'ri emasligi haqida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Ulamolar başqalarning niyatlarini o'qishning va ular haqida yomon gumonlarda bo'lishning qat'iy harom ekanligiga birlashgan. Yomon gap qilib kishilarga aziyat berish til orqali sodir bo'ladigan harom bo'lsa, kishilar haqida yomon o'yda bo'lish qalb orqali sodir bo'ladigan harom. Endi gumonning hammasi harom emas. Chunki gumon qilish orqali saqlanish zarur bo'lgan ba'zi ishlar bor. Masalan, dushmanning hiyla mikrlarini barbod qilish uchun gumonni ish qilish, ziyon zahmatdan saqlanish uchun gumon va taxminlardan foydalanish deganga o'xshash. Ammo musulmonlarning ayb izlash va ularning so'zlari va ko'rinishlariga qarab ularga hukm qilib o'tish qat'iy harom. Chunki bu bizning haddimiz emas. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de musulmonlarni birer yomon ishdan to'sishda yoki ularga birer yaxshi ishni buyurishda iymon etganlar, ya'ni ya ayyuhallazina amanu degan xitob bilan so'z boshlagan. Bunda qilish ishning jiddiyligini his qildirish va Alloh taolaning buyrug'iga amal qilishning iymon taqozo qiladigan zurriyatlardan ekanligini bildirish uchundir. Şuna Allah Teala musulmonlarni niyat o'qish, ayb izlash, g'aybat qilishdan iborat harom ishlarni to'sishda ularning iymoniga xitob qilgan. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism va la tajassasu va la yaghtab ba'dukum ba'dah. İman etganlar, bir-biringlar haqida to'la gumon qilishni saqlaninglar. Chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Bir-biringlarning aybini izlamanglar, bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Alloh taolo bu oyatda ko'z oldida bo'lmagan kishilarning hurmatini va haq huquqini qo'g'dashga buyurgan va ularning izzat obro'yini dafsanda qilishni to'sgan. Bu tuvandagidek 3 cho'ng illatni o'z ichiga oldi. Kishilar to'g'riliq yomon o'yda bo'lish, kishilarning aybini izlash, kishilarning g'aybatini qilib ularning aybini echish. Bu 3 qiliq qalbdan taqvolik yo'qolganda maydonga kelgan ishlar. Chunki taqvolik bor qalb buning qat'iy yo'l qo'ymaydi. Bundaq rezil illatlar haqiqiy mu'min kishilarda tepilmaydi. Bu illatlar albatta iymonga zid keldi va iymonning ojizligidan darak beradi. Chunki iymoni to'liq bo'lgan odam boshqalarning aybini izlash bilan bo'lmasdan o'zining ayblarini tuzitish qo'ydi bo'ladi. Alloh taolo yuqorqi oyatda musulmonlarni bundaq rezil qilmishlarni man qilishda ularga ularning iymoni bilan nido qilgan. Bu illatlar bir xil tadrijilikni boshdan kechirgan bo'ldi. Masalan, yomonlik birovni yomon gumon qilish bilan boshlangan bo'lib, uningdan keyin uningdan ayb izlash, ondan uning haqida so'z chechak tarqitish kelib chiqadi. Ondan bu ishlar o'zaro dushmanlashish, bir-biridan yiroqlashish va bir-biridan nafratlanishni keltirib chiqadi. Agar qalbingiz sog'lom, niyatingiz durust bo'lsa, birovning gumon qo'zg'aydigan ishlarini yaxshi deb o'ylaysiz va yomon natija chiqarishga oldirmaysiz. Chunki o mazkur gumonlik ishni siz boshqacha tushunib qolgan bo'lishingiz mumkin. Amaliyotda u gumonlik ish emas, siz shunday gumon qilib qolgan bo'lishingiz mumkin. Iymon etganlar, bir-biringlar haqida to'la gumon qilishdan saqlaninglar. Bu intayin inchika va nozik bir ta'bir. Oyatda gumonning hammasini emas, balki ko'p gumon qilishni to'sgan. Demak, gumonning hammasi gunoh emas, hammasi man qilinmaydi. Chunki insonlar ba'zi gumonlarga muhtoj bo'ldi. Masalan, jonni va mol-mulkni qandoqla bir ziyon zahmatni qo'g'dash ishlarida ehtiyot bilan ish ko'rganga, oyat va hadislardan diniy hukmlarni chiqarishda
gumonning kuchli tarafiga amal qilganga, tijorat va kasb ishlarida gumon va taxminlarga tayinib ish ko'rganga o'xshash. Ammo man'iy qilingan gumon ba'zi kishilarning ko'nglida boshqalar haqida paydo bo'ladigan salbiy o'y fikr, xato tushuncha va yomon o'ylar. Masalan, gumonxo'r odam birovning yaxshilikmi va yomonlikmi ehtimoli bo'lgan bir ishini ko'rganida uni darhol yomonlik tarafga o'rib, uningdan yomon natija chiqardi. Uning bundoq yomon natija chiqarishiga turtki bo'lgan sabab uning qarshi tarafga bo'lgan o'chmanligi yoki yomon gumoni. Buni uning insonlarga bo'lgan xato tushunchasi va odamlarning hammasi yomon va hammasi gunohkor deb xiyol qilishi natijasida buni texnik kuchlantirdi. Kishilar haqida yomon gumon qilish insonlar orasida o'rtoq bo'lib qolgan bir qadimiy illat. Biz odatdagi gumon bilan yomon gumonning farqini chuqur ayirishimiz kerak. Bir-biringlarning aybini izlamanglar. Bu gumonning taraqqiy qilgan turi yoki uning ikkinchi bosqichidir. Chunki inson birov to'g'riliq gumonlanib, uning ishlaridan o'z gumonini kuchlantiradigan biror sabab topolmasa, faqat o'z gumonini kuchga ega qilish uchunla uning aybini va kamchiliklarini izlashga kirishidir. Bu jarayonda uning yaxshilik taraflarini hargiz izlamaydi va ko'rsimi ko'rmasga soladi. Faqatla uning yomonlik tarafini izlaydi. Uning aybini tepib olsa, darhol cho'ngaytadi va mubolag'alik ko'rsatadi. Mana bu iymoni ojiz, axloqi nachar odamlarning qiliqi. Payg'ambar alayhisalom bundaqlar xitob qilib, ey og'zida iymon etgan bo'lsa-mu, qalbiga iymon kirmaganlar jamoasi, musulmonlarning g'aybatini qilmanglar, ularning aybini izlamanglar. Kimki birovning aybini izlaydi ekan, Allah uning aybini izlaydi, hatto uni o'z uyida, ya'ni turgan yerida rasvo qilib degan. Har qanday bir tarbiyachi yoki ustoz buningdan albatta mustasno. Chunki ular isloh qilish, tuzitish uchun, tarbiyalash uchun o'z tarbiyasi ostidagilardan ba'zi kamchiliklarni izlaydi va uni isloh qilishning yo'lini topadi. Ular hargiz kishilarni rasvo qilish uchun ayb izlamaydi. Shunga ularning ayb izlashi yo'q. Chunki bir tarbiyachi o'z mas'uliyatidagi ostidagilarning ayblarini va kamchiliklarini bayqay olmasa, ular qanday tuzitish beradi? Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Payg'ambar alayhisalom bir kuni g'aybatni tonishtirish va uningdan to'sish uchun sahobalardan g'aybatning nima ekanligini bilamsizlar deb so'raydi. Sahobalar Allah va uning payg'ambari obdan biladi deyishdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom ularga g'aybat degan birov haqida u yomon ko'radigan so'zlarni qilishdir dedi. Sahobalardan biri o'rnidan turib, birov haqida aytganlarim rost bo'lsa-chi deb so'raydi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda ularga uning haqida aytganlaring rost bo'lsa, uning g'aybatini qilgan bo'lsin. Navoda uning haqida aytganlaring yolg'on bo'lsa, uningga qari chapilgan bo'lasan deydi. Birovning g'aybatini qilish haqiqatan ig'ir gunoh. G'aybat kishilarning orasidagi do'stlikni dushmanlikka, inoqlikni bo'linishga aylantirib qo'yadigan, kishilarni bir-biridan yiroqlashtirib qo'yadigan bir xatarli ish. Sizlarning birimlar o'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramdi degan bu oyatda kishilarning obro'yi va nomusiga chiqilishning xuddi o'likning go'shini yegandek yirginishlik ish ekanligini ifodalashda intayin mukammal bir o'xshatish uslubi qo'llanilgan. So'rinda hozir bo'lmaganlik uchun raddiya berolmaydigan kishilarning g'aybatini qilib obro'yini to'kkan odam xuddi o'lik bo'lganlik uchun qarshilik ko'rsatilmaydigan birining go'shini yegan odamga o'xshatilgan. Bu nafratlantirish uslublarining eng esil sanaladi. Chunki odam go'shini yeyish qanchalik yirginishlik bo'lsa, o'lik birining go'shini yeyish texmo yirginishlik ish. Demak, g'aybat qilish ana shundoq sog'lom tabiatlik odamni yirgandiradigan rezil qiliqdir.
Yuqorqilarning hammasi Alloh taolaning musulmonlarga nozil qilgan ko'rsatmalari. Haqiqiy iymonning yuqorqilarni qilmaslikni taqozo qilganligini ularga bildirishidir. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni bir kuni mushrik qavmning yeniga avatganida, bir mushrik odam bilan elishib qoldik. Men uni yengib o'ltiray deb turganda, u la ilaha illalloh dedi. Shundaqdimi men uni o'ltirdim. Keyin Madinaga qaytib kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ahvolni yetkazgan edik. Bizga u odam la ilaha illalloh Allah'tan başka hiç qanday ilah yok deb tursimi o'ltirdingmi deb qo'ydi. Ondan men ya Rasululloh, u odam mening qilichimdan qo'rqib shundoq dedi. Dedim Payg'ambar alayhisalom yana bakrak qo'yib, sen uning rost so'zlamaganligini bilish uchun uning qalbini yerib ko'rdingmi dedi. Payg'ambar alayhisalomning uning qalbini yerib ko'rdingmi degan so'zi Usama'nın bu qilmishiga qattiq norozi bo'lganligini ifodalaydigan kayish. İnsanning qalbidagini ko'rgili va bilgili bo'lmaydiganligini nihoyat badiiy usulda ifodalab bergan bir so'z. Ulamolar bu hadisning sharhida deydiki, Usama u odamni o'ltirmagan bo'lsa-mu, u odamning Usamani o'ltirdiganligi nihoyat aniq edi. Ama Usama onun g'olib kelganda, onun ölümden qo'rqib iman etgan bo'lish ehtimoli shunchalik kuchli tursa-mu, Payg'ambar alayhisolamning Usamaga qo'yganligi qalbni o'qishning mumkin bo'lmaydiganligini va birovning qalbiga hukm qilishning qat'iy to'g'ri emasligini ifodalaydi. Shunga kishilarning dillarini va niyatlarini o'qish, ular haqida yomon gumonlarda bo'lish qat'iy haromdir. Chunki bizning birov haqidagi gumonimiz 99,99% kuchli bo'lgan taqdirdami, Alloh taolo va uning payg'ambari bizni boshqalarning niyatlarini o'qishning va ularning qalblaridagi ishlarga hukm qilishning haromligini aytgan ekan va uni to'sgan ekan, bizning bu qilganimiz albatta xato. Chunki qalblardagini bilish bizning ilmimiz doirasidagi ish emas. Uning ustiga bizning mas'uliyatimiz emas. Shunga haddimizni bilishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin.